95 ta tiosulfat oldim. Maşallah. O'sha 6 oy davomida umuman uyqum yo'q edi. Shu birinchi marta sizga kelib ketgandan keyin birinchi kunda o'zida yaxshi uxladim. 6 oy uxlamadim deyarli. Ha. Asosan tomoq, tomog'im yo'talardimda. Yo'talardi, yo'tal to'xtamadida yo'tal. nafas ham siqardi, ha? Nafas siqardi. Oq balg'am ko'chib turarmidi? Yo'q, ko'chardi. Shilliq, quyuq bo'lardi. Lekin keyin yana bitta yaxshi narsa sizga aytaman deb kelgandim. Xronskiy anaqa nimam bor edi, bronxitda. Ana ichingizda bir nafas oladi-yu. O'sha narsa yo'q bo'ldi. Hushtak smoxrib. Ha, umuman yo'q. Eshitilmayaptimi ekan deb qayta nima qildim? Yo'q, umuman. Tinglayman nafasimni deding-a? Ha, uyqularim joyida. Yo'talim o'sha birinchi kursdan keyin umuman to'xtagan. Assalomu alaykum. Mana Qosim va Nigora opamiz, ustoz, bugun meni qabulimga ikkinchi bor qayta keldilar. Xo'p, o'zgarishlar haqida mana o'zlaridan so'raymiz. Endi o'zingizni auditoriyamizga tanishtirsangiz, o'zingizda bo'lib o'tgan holatlarni va bugungi kundagi holatingiz haqida ma'lumot bersangiz. Men Gulistondanman, Sirdaryo viloyatidan. Kasbim o'qituvchi. Ko'p gapirganimdan kasb kasalligi ham bor edi. Keyin 6 oy surunkali yo'tal bo'ldi menda. Qiynaldim, uyqusiz kunlarim, deyarli uyqusiz o'tkazdirdim kunlarimni. Shu Sherzodjonda menga taklif qilishdi. Shunaqa yaxshi allergolog, immunolog doktor bor deb keldim. Kelib adashmagan ekanman. Shu birinchi marta, birinchi kun kelib ketganimdayoq o'zimda o'zgarish sezdim. Haqiqatdan hozir holatim juda ham quvonarli holatda. Sababi umuman men bezovta bo'lmay qoldim. Xronskiy bronxitim tamom yo'q bo'ldi, nafas qichishlarim yo'q. Hansirash, holsizliklar ham yo'q, uyqularning barchasi me'yoriga tushdi. Hansirashlarim ham deyarli yo'q. Mana dekabr oyida kelgan ekansiz, biz lecheniya qilganmiz. Undan keyingi 3 oylik muddat yaxshi o'tdi, bugungi martgacha bo'lgan kunlar. Hozir ham emasmanda. Umuman bezovta emas. Hozir ham bugungi kunda profilaktik jihatdan ko'rikdan o'tishga kelgansiz. Hozirgi holatlaringiz ham qoniqarli, tahlil natijalaringiz ham me'yoriy, qon ko'rsatkichlaringiz ham barchasi juda ham a'lo darajada. Endi qolganini profilaktik nazorat va profilaktik lecheniya qilamiz. Inshaalloh yana undan so'ng sizni 3 oyga javob beramiz. Nigora opa, sizni ko'rganimdan xursandman. Alloh shifo bersin. Doimo shundoq xursand, yosh, bardam, baquvvat, yosh o'quvchilarga kelajakka dars, ta'lim berishdan charchamang. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat kattakon.